Har bir musofirni boshidan o'tadigan 3 narsa. Buni musofirda yurganlar yaxshi biladi. Musofirchilikka chiqmoqchi bo'lganlarga bir eslatma bo'lib qoladi. Birinchisi yolg'izlik, ikkinchisi charchoq. Dam olishga haqqi yo'q musofir odamni aksariyat joylarda. Uchinchisi umidlar so'nishi, rejalar o'xshamaganda. Bularga yechim albatta Allohga qaytishlik va harakatdan to'xtamaslik. Rejalar o'zgarib qoladi-yu. Chunki Allohga qaytishlik va Allohga ibodat qilishlik bilan qalb tiklanadi. Harakatdan to'xtamaslik va boshqa yo'llarni istashlik hayotni tiklaydi. Shuning uchun do'stim, shu narsalarni hisobga olib qo'ying. Musofirchilikka chiqmagan bo'lsangiz, agar musofirda bo'lsangiz, men sizga tavsiyalarni berdim. Yo'lingizni aniqlashtirib oling. Sog' bo'ling.